Assalomu alaykum. Biz YouTube kanalimizga kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar. Bugun 29 aprel 2025-yil. Endefli uy endefli qilyapmiz. Rekalari steklovat tiqyapmiz. Orasiga bu reka bilan buning orasi 35 bo'lyapti. Orasi o'rtasi chaki. 320 ga 7 metrli xona, 7,5 metrli xona. 320 ga 7,5 metrli xona. Bu uy mana bu joyda orqada tashqarida so'risi ham buni ham qilinadi. 320 ga qaytarib o'taman. 320 ga 7,5 metrli xona bu. Bu 2,5. Tashqari ko'rinishi mana bu so'ri ham bo'ladi. So'rida ham devorlari patologiya bo'ladi. Bu ham patologiya ham devorlar ham bo'lyapti. Xudo xolasa. Svetlarni montaj qilamiz. Yo'q, boshqa u. Do'stlar, devorimiz endeflarni qatirib oldik. Buchalarni ham qo'yganmiz, endi chapalak gullarni. Endi patologiyani qilyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bundan ko'rishi, qatirishni boshladik. Pryamoy bo'ladi, patologiya ham. Chakiga manaqa gullar qo'yyapmiz. Manaqa nikel deydi. Chakiga shunaqa narsa qo'yilib ketadi. Assalomu alaykum yana bir o'rtoqlar. 7,5 metrli uyimiz ham bitta, 760. Qani merobga 60 kessa 70 metrli uyimiz qoladi. Bu şeyleri ana bu ko'rib turgan joylar qirqib qo'yganmiz bu yerda. Mo'r bo'ladi bu yerda. Mo'rning joyi qirqib turib ketadi. Nima deb so'rashingiz mumkin. Mana bu joyda tashqari chiqarishda so'rni ham qilamiz. So'rni ham mana bu tomon, bu tomon ham mana bu xomush tomon ham bo'ladi. Keyin patologiya ham bo'ladi. Hammasi endefdan bo'ladi. Xudo qo'limdan kelgancha vaqt ajratib ko'rsataman. Ona yana oq temirdan qilamiz deyapman mashitani. Orqani ham olmaydi. O tomondan podketganlar tomondan. Endeflarni qatiryapmiz. Rekamiz orasi 30 bo'lgan. Razvedka kulchatirlar qo'yapmiz. Bu yerga reka qo'yib hozir vaqt tiqamiz. Rekamiz tugab qoldi. Rekaga to'g'ri ustachamiz. Do'stlar, endi shundan tugayaptik. Patologiya ham bo'ldi. Bu so'rimiz uzunligi 4 metr. Mana bu pildralarni ham qo'ydik.
Bu o'stirmalarda ham o'tgan to'rt yil 5 yil bo'ladi. O'tgan yil kechirasizlar. 2020 yillari qayga bo'ldi shekilli. Adashmasam. Bizning kanalimizda bor videosi o'stirma. Bu ham bitta ko'rsatganman. Azizlar